Shifokorlar ko'p suv ichishni maslahat berishadi. Ammo uni ko'p miqdorda ichish zararmi yoki yo'q? Ortiqcha suv ichish holati giponatremiya yoki suv intoksikatsiyasi deb ataladi. Bu holatda qon juda suyuladi va undagi muhim minerallar, ayniqsa natriy kamayib ketadi. Natriyning tanadagi muvozanati buzilsa, bosh og'rig'i, holsizlik, ko'ngil aynishi va mushaklardagi spazmlar, hatto hushdan ketish holatlari ham yuz berishi mumkin. Eng og'ir holatlarda bu hatto miya shishiga olib keladi. Bu esa hayot uchun xavfli. Tanangiz ko'p suvni qabul qilib, chiqarishga ulgurmasa, buyraklar zo'riqadi. Yurak va qon aylanish tizimi ortiqcha yuk ostida qoladi. 2007-yilda AQShda radio shousida doirasida o'tkazilgan Hold Your V for a V nomli tanlovda bir ayol ko'p suv ichish bo'yicha bellashuvda ishtirok etib, g'oliblik evaziga o'yin konsolini yutmoqchi bo'lgan. Afsuski, u 6 litrga yaqin suv ichishdan so'ng vafot etgan. Bu voqea ortiqcha suv ham zarar bo'lishi mumkinligini aniq ko'rsatib bergan. Shunday ekan, ko'p suv ichish yaxshi degan ibora to'g'ri, lekin har doim ham emas. Sog'liqni saqlash tashkilotlari kuniga 8-10 stakan suv ichishni tavsiya etadi. Ammo bu ham har bir insonning yoshi, vazni, jismoniy faolligi va ob-havoga qarab farq qiladi. Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki, suv hayot uchun zarur, lekin ortiqchasi ham xavfli. Unutmang, me'yordan oshgan har qanday foydali narsa zararli tus olishi aniq. Sizlar bilan Fazliddin bo'ldi, o'zingizni asrang.